Saodat aya. U har tong Qur'on tilovat qiladi. Vafot etgan erini eslaydi. Uzoqqa ketgan o'g'li Bo'rixonni sog'inadi va baxti yurishmagan qizi Qumri uchun duo qiladi. Bo'rixon yoshligida armiyaga ketadi va o'zga yurtda qolib ketadi. Yillar o'tadi. U asta-sekin tilini, urf-odatini, hatto e'tiqodini ham yo'qota boshlaydi. Ona esa uni 32 yil kutadi. Nihoyat o'g'il qaytadi. Ammo qaytgan o'g'il avvalgi Bo'rixon emas. U begonalashgan, o'zligini yo'qotgan, dindan qaytgan odam edi. Ona ich-ichidan sinadi. Ichim to'la muz deydi u. U o'g'lini bolalik kiyimlarini yoqadi. Olov ko'tariladi. Shamol kulni osmonga olib chiqadi. Bu umidning kuyishidir. Oradan ko'p o'tmay Saodat aya vafot etadi. Haj ibodati qabul bo'lganligi haqidagi xushxabar ham uni umrini uzaytirmaydi. Qora ko'z. Sodiq it egasini izlab yuradi. O'q ovozi yangraydi va sadoqat yerga yiqiladi.